Hammaga salom. Bugun sizlar bilan prichaska qilishda o'rganamiz. Avvalambor sizlarni staylerlarim bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Hop, lokin qilish uchun mana bunaqangi ployka ishlataman. Вообще-то bu ployka, lekin men buni o'rashda konus sifatida o'rayman. Ployka joyini ishlatmayman. Bu keramический. Men sochim tabiatan o'ta tekis. O'shaning uchun faqat shu ushlaydi sochimni. Imam bu aylanasi 32 bo'lishi kerak. O'zbekka hozir bekka yozibdimikin? Yozmabdi. Lekin men bu aylanasi 32 yoki eng maksimumi, xullas bu eng maksimumi. Keyin men bunaqangi dazmol ishlataman. Вообще-то dazmol ishlatmayman, faqat cholkamga ishlataman. Yoki слишком konchikaga manbetiga primoy qilsam. Lekin primoylik uchun sochim odatda вообще длинasiga tekkizmayman. Buni ham regulirovka qiladi har xil. Firmasi Senti walla shunaqa firma. Ko'p ishlatmayman buni. Shunga to'xtalib o'tmaymiz. Va fen, обычный fen. Sochimga ishlatadigan bunaqangi narsalarim bu объем. Buni ho'l sochga ishlatish kerak edi, lekin kecha men shuni ishlatib yotmadim. Endi suxoy shampun ishlataman объем berish uchun. Shundan. Hidi ham вообще zo'r cherrylik. Lekin men buni qilsam вообще zo'r объем bo'ladi, faqat ho'l sochga qilish kerak buni. Ho'l sochga qilib quritaverasizlar. Fenda. Hozir buni sepib yoqamiz sochimizga. Просто для объема. Yana shunaqangi spreylardan olishim kerak. Boshqacha variantlari olsam sizlar bilan bo'lishim. Endi fenda quritib olaman. Taroqlarimni ham tanishtirib ketmoqman. Oddiy tarashga men bu. Yana bittasi borda, hozir uni uyda ekan. Chiqqani erindim. Keyin ukladkaga men bu bunday shu tafti surganlaringdan keyin sochlaring ho'lligida bunday ushab turib mana bunday fen qilib tagini quritsalang, такой вообще zo'r объем bo'ladi. Hozircha shu. Endi farqini to'g'ri qilib ochib olaman. Вот. Farqimiz ochildi. Sochimni ikkiga bo'lib tarab ko'tarib oldim. Endi birinchi pastini qilamiz. Xo'p, ikki tarafni bittadan ko'rsataman. Qolganini ham shu stilda qilaman. Birinchi pryadimni olib, taragan bo'lsam ham sochimni yana qaytadan tarab olaman. Konusni olaman deb. Konusni bu orqa tepadan qo'laman bunday qilib tepadan olib chiqaman va orqaga qaratib o'rayman. Mana orqaga qaratib o'radim. Endi bu tarafdan ham xuddi shu ishni qilaman. Qolganlarni ham shunaqa qilaman. Endi hammasini podrobno ko'rsatmayman. Bu tarafdan ham olib, короче, shunaqa bitta u tarafdan, bitta bu tarafdan qilib, orqaga qarab ketaman. Buni ham tarab olaman. Tarab olib, sochimdan ham qo'shib olaman. Hop, mana soch. Endi buni konusda bunday qilib qo'lim orqaga o'tkazib, buni ham orqaga qilaman. Mana shunday. Buni ham kutib turamiz. Hop, mana o'sha sezib turgan bo'lsanglar bir xilda chiqishda boshladi. Bu taraf bo'lib.
Tak, endi hammasini qilib olib, chalkamni ko'rsataman. Mana ikkita tarafda ham lokon qilib oldim. Mana ko'rinishi bir xilda bo'ldi, ya'ni hammasi orqaga bunday qayrilgan. Endi navbat chalkamga. Hop. Men graduslarda eng pastini ishlataman, chunki meni sochimga shu yetadi. Chalkamni olib hammasini tepaga yurg'iztirib va pastga tushiraman. Va bo'ldi. Bunday qilib qo'shib yuboraman. Endi bu tarafimni konusda qilsam ekan deb turibman. Chunki uzayib qolibdi. Men konusda qilib Вот так. В общем, укладкам shunaqa chiqdi. Yaxshimi? Hop. Keyingi videoyimda lip kombolar haqida gaplashamiz. Ya'ni eng chiroyli labda bo'yashlar haqida. Pomada, blesk, konturlar haqida. Xayr.